Diqqat, talabalarga savol. Qaysi obyekt likvid? Birinchi, bu yangi qurilgan 3 etajli dang'illama joy. Chiroyli katta yo'l bo'yida parkovkasi bor, lekin hali ishga tushirilmagan bino. Ikkinchi obyekt, eskidan beri ishlab turgan 30 yillik bino, har bitta etajida arendaga topshirilgan, odam gavjum bo'lgan joy. Minuslaridan remonti eskiroq, parkovkasi yo'q. Qaysi obyekt likvidroq? Studentlar o'ylayapti qaysi binoni tanlashi. Yangi binoni tanlasanglar, yangi qurilgan bino. Endi ishga tushirilmoqchi bo'lgan bino. Yo'li bo'yida. O'sha yaxshi emasmi? Eski binoga nisbatan. Ikkinchi binoga qaraydigan bo'lsanglar, bino eskiroq, lekin har bitta xonasi daromad keltiryapti. Har bitta xonasining ichida arendator bor, pul to'lanyapti. Odam gavjum, klientlari tiqilyapti. Qaysi bino likvid? To'g'ri javob eski bino likvid hisoblanadi.